Hammaga salom. Bularchi bilan men Dragon do'stlar. Sizlar bilan birga Space Force Scroll 2, ya'ni Counter 2da mod versiyani mazza qilib o'ynaymiz. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga podpisatsiya qilib biz ketdik va birinchidan Ruins 2da o'ynaymiz. Va Ruins 2da men hozir yoqtiramiz, zombi qo'yamiz, Ruins 2ga kiramiz. Mouse'ni tanlaymiz. Bundan mana bunda mod bor. Bu modni video oxirida qanday qilib o'ynashni ko'rsatib o'tamiz. Mana bunda much bu mana o'qingizni ko'paytiradi. Mana bunda jump bu sakrashga yordam beradi. Mana bunda much money. Ya'ni bu o'qingizni ko'paytiradi. Mana bu ko'payapti. Mana bu mana chetga ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Va masala ketdi do'stlar. Hozir minyon kerak. Ana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Do'stlar mana buni yoqamiz. Va bu va do'stlar bu masalan bir granat oldingiz, mana granatda masalan buni oldingiz, qaraysiz. Mana xohlancha otib o'tirasiz. Xohlancha otib o'taverasiz mana. Тут тоже колпаю вообще. Mana yo'qamiz do'stlar, mana jump. Ostiga mana shu ruins jo'lik olib ketdi. Va hozir qarashga chiqamiz. Hop, do'stlar ko'ryapsan? Mana shunday qilib mana shu jump, ya'ni ikkinchini yoqasida mana shunday qilib sakrab, mana shu turib, mana shunday qilib otishlaringiz mumkin do'stlar. Mana shunday qilib otishlaringiz mumkin. Mana bunday qilib otib turasiz, mana granatalar bor. Ko'ryapsan do'stlar? Do'stlar o'zingiz ko'rib oling. Masalan boshqa kartalarni ko'rib berish mumkin. Masalan New Desert. Bu desert bu yerda ham shunday bo'ladi do'stlar. Hozir bu yoqqa kirib turib uni qilamiz. Keyin mana uni olamiz. Keyin mana uni olamiz. Keyin bu. Do'stlar Minecraft'da video chiqadi, ya'ni men mana shu New Desert kartasini tutganman. Mana shu yerda bo'ladi do'stlar. Hop do'stlar. Hop. Va do'stlar, mashina kelasi yo'q, kelasida deyman shu yoqqa chiqib qolasiz. Yo'qqa qo'shib o'tasiz do'stlar. Xohlancha vashi farqi yo'q, qo'shib o'tasiz. Nima? Voy jellat do'stlar, mana unda nima bular nima qilmayapti desam, hozir. Mana uni o'chirib qo'ygan ekanman, biling. Boshini o'yimiz do'stlar, boshidan. Yana kodda video chiqishi va Minecraft Nash Desert kartasi kurganman va shunday video chiqadi. Ya'ni yaqin oralarda menga shu videoga bosib qo'ying, shu video chiqishini xohlasangiz do'stlar. Chiqarmaymiz. Ya chiqaring desangiz Minecraft mana shundan keyin sizlar uchun kerakli ma'lumotlar va mana shu Space Force Scroll kerakli kontentlar qilishimiz mumkin do'stlar. Mana shu videoga like bosib olamiz qo'yilsa, bitta o'zim qoldim yana, biling. Ya o'lishyapti bular. Video chiqsa xohlasangiz videoga like bosib podpisatsiya qo'ysa, Minecraft Desert kartasida o'ynashim, video chiqarishim xohlasangiz mana shu videoga 50 ta like qo'ysangiz, keyingi qismi 50 ta like ga Minecraft Desert kartasi o'ynayman. Agar menga 60 ta like bo'ladigan bo'lsa, keyin buni yana mana shu Space Force Scroll bir gapi yoki mana shunday kontent chiqadi do'stlar. Yo'qqa chiqib boshim. Ay, блядь.
do'stlar, o'laman. O'lmayman. Do'stlar, o'lib qoldim. Buni otgan foydasi var ama zombilikte çıkamaydı. Arkadaşlar endi çıktık. Bundan foni çıkamiz. Çıktık. Va Wi-Fi'ni yoqamiz. Va Telegram quramiz. Telegram qurgandan keyin izlashga bosamiz va bu yoqqa hozir qaranglar. Special Focus Group Mod 2 deb yozamiz. Special Group Mod yoki mod desangiz ham chiqishi mumkin. Mod Special Focus Group 2 mana. Mana do'stlar, Special Focus Group 2, Special Focus Group 2 mod ekan bu. Mana shu kirasizlar. Mana biz bittagina mana shu bor. Mana sıfırı uzbot deganni mana shuni o'rnatasiz do'stlar. Mana shuni o'rnatasizlar. Menda o'rnatgan. Men uni o'ynab ko'rsatib berdim do'stlar. Mana shuni yuklab olasizlar va meningki mod bilan mazza qilib o'ynashingiz mumkin do'stlar. Va hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Dragon bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.